Mana shu 3 ta narsa sabab farzandsizlik muammosiga duch kelish mumkin. Bir necha yillardan beri farzandsiz oilalar bilan ishlab kelayotganim uchun bu narsani sizlarga bugun yoritib bermoqchi bo'lyapman. Videoni oxirigacha kuzating. Bir necha yillardan beri farzandsizlik talabida yurgan bo'lsangiz, eringizdagi muammo bo'yicha muammolarga uchragan bo'lsangiz, siz hozir ushbu videoni albatta manfaat topasiz. Hoziroq obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, 3 ta narsani aytganim sababi birinchisi bolani moyaklarini o'z yorug'i xaltasida bo'lmasligi. Ikkinchisi fohishalar bilan pala-parti jinsiy aloqa qilishligi erkakni. Keyingi navbatda shu erkak tug'ma urug' yo'llari rivojlanmaganligi yoki urug' yo'li yopilib qolishi. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bu albatta qiziqadi sizga. Hozir sizlarga bu narsani yoritib bermoqchiman. Bolani moyaga o'z yorug'i xaltasiga tushmasa nima bo'ladi? Ertaga nima kutyapti? Qabulimga o'tgan yili, ya'ni 2025-yilning o'zida moyagini o'z yorug'iga tushmasdan 20, 25, 30 yosh oralida erkaklardan 100 tasini operatsiya qildim. Ushbu 100 erkakni 70 tasida urug' chiqdi moyagina, lekin 30 tasida uje umid ham yo'q. Ya'ni gistologiya natijasi ham, ko'rsatkichlar ham nolga teng. Aytmoqchimanki, bolani moyaga yorug' xaltasiga tushmadimi, uni 18 oylikka tushirish kerak. Bola yoshi o'tgan sari bu yerda spermatogenez davriga ta'sir qiladi. Ertaga endokrin tizimdan ishlab chiqarayotgan gormonlar muvozanati buziladi. Ertaga o'sha bola ertaga farzandli bo'la olmasligi mumkin bo'ladi. Ota-onalarimiz bunga yengil qaraydi. Biz ko'p aytamiz, ko'p murojaat qilamiz. Ey, farzandingni 18 oylikgacha moyaga tushmagan bo'lsa, tushirtir, operatsiya qildirib qo'yib qo'y. Ya'ni o'z yorug'i xaltasiga muhitga tushir. Muhitda tuxumlar o'sish va rivojlanish yaxshi bo'ladi deymiz. Yuqorida qolib ketsa, tuxum hali o'zimiz adabiy tilda doim aytaman, palaxta bo'lib qoladi deymiz-ku. Xuddi shunaqa palaxta bo'lib rivojlanmay qoladi. Ichidagi hujayralar, ya'ni spermatozoidga aylanuvchi hujayralar, testosteron ishlab chiqaruvchi hujayralar rivojlanishi past bo'ladi va moyaklar razmeri kichkina bo'lib qoladi. Ertaga u voyaga yetganda moyaklar kichikligidan, moyaklar o'z yorug'i xaltasida bo'lmasligidan shikoyat qiladida va uje u bola uylangan bo'ladi. Hali uylanishdan oldin spermogramma ham topshirmagan bo'ladi. Uylangandan keyin hali bitta yaxshi oilaning qizini oladida, ertaga men farzand ko'ra olmayman ekan, urug'im nol bo'lyapti, spermogramma tahlili shuni ko'rsatyapti deydi. Bu fan tilida eng og'ir holat, ya'ni azospermiya holati. Bunda faqatgina yechim million pul sarflab gormonlar olsangiz ham ertaga bu narsani yechimini qila olmaysiz. Faqatgina yechim mikroteziya operatsiyasi, urug' chiqsa eko orqali farzand bo'lish. Ba'zi holatlarda to'g'ri bo'lishi mumkin. Tuxumlar tushirgan, lekin urug' yo'li tug'ma rivojlanmay qolib ketgan, yopilib qolgan bemorlar. Bularda obstruksion azospermiya deymiz. Ya'ni million spermatozoid bor, lekin urug' yo'li yopiq ekan deb. Bunaqa bemorlar ham bo'ladi, moyaklarni tushirgan bemorlarda. Hozir aytadi ota-onalar, men bolamni moyagini tushirtirganman, lekin farzandli bo'ldi. Siz to'g'ri vaqtda qilgansiz. Spermatogenez davri yaxshi o'tgan va gormonlar muvozanati bolangizda yaxshi bo'lgan organizmda. Shuning uchun hozir siz nevarani quchog'ingizga olib o'tiribsiz. Aytmoqchimanki, hurmatli ota-onalar, o'g'il farzand katta qilyapsizmi? O'g'lingiz ertaga voyaga yetganda, uylanganda ayolning oldida uyalib qolmasligi uchun hoziroq bolangizni, o'g'il farzandingizni urolog nazoratiga olib borib, 6 oy, 1 yilda bir moyaklarni UZI qildirib turing. Va ushbu holatda sizga urolog yoritib beradi. Ikkinchi navbatda fohishalar bilan jinsiy aloqa qilish. Ko'p bo'ydoqlarimiz 18-25 ga kiradida nafsini tiya olmaydi va fohishalarga borib pala-parti jinsiy aloqalar qiladi. Prezervativdan saqlanmaydi yoki u qiz kimligini bilmaydi, to'g'ri kelgani bilan aloqa qiladi. Lekin o'sha fohisha, ya'ni tungi kapalak, unda qanday infeksiya borligini bilmaysiz. Bo'lishi mumkin oitis, ya'ni spid. Bo'lishi mumkin RV. RV nima? Bu sifilis. Ya'ni bu narsani yo'q qila olmaymiz organizmdan. Ba'zi holatlarda bo'lishi mumkin gepatit yuqtirib olishi, sariq kasalligi. Turli xil papilloma, kandiloma, boshqa viruslarni ham o'tkazishi mumkin. Bu immun tizim tushishdan emas, lekin fohishalar bilan jinsiy aloqa qilgandan bo'lishi mumkin bo'ladi. Unda shu infeksiyalar tufayli moyakda yallig'lanishi, moyak yallig'lanishdan oldin unda asoratlar bo'ladi. Siyganda achishish, siyganda jinsiy olatning uchidan yiringli oqmalar kelishi, oq, ko'kimtir, sarg'imtir va u bir necha oylar, ba'zida bir necha haftalab davolanmasdan aptekadagi doktorlardan, ya'ni aptekerlardan, bu aptekachi doktor degani emas. Menda ko'pchilik o'zim kirib qolganda ham hayron qolaman. Aptekaga kiradida, aka, men shunaqa
haligi necha oqma oqyapti desa, u antibiotikni beradi, u qaysi kasallik nima bilmaydi. Umumiy ta'sir qiluvchi antibiotikni beradi aptekerlar, shundan keyin nima bo'ladi? Sizda ushbu kasallik negizini topmaysizda, infeksiya qolib ketadi. O'sha paytda siz to'g'ri yutgan bo'lasiz, lekin ertaga farzandsizlikdan aziyat chekayotganingizda boshingizga devor teggan to'xtaysiz. Shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatning ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy holatda muammo bormi? Qiyshiqlik yoki jinsiy holat turmayaptimi? Yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi? Spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlar nol ko'rsatyaptimi? Farzandingizni muayyaklari o'z yorug' xaltasida emasmi? Unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechimlar qilishga harakat qilamiz. Xuddi shunday fohisha bilan jinsiy aloqa qilib, urug'i nolga tushib qolgan bemorim ham bor. Bitta, ikkita farzandi bo'lib, keyin yana fohishalar bilan yurgan va shuni kasr urgan, infeksiya yuqtirgan bemorlar ham bor. Xuddi shunday 50 ga yaqin operatsiya o'tkazdim. Va 50 tasidan adashmasam 40-45 tasida urug'lar chiqqan. Lekin 5 ta 10 tasida yo'q. Chunki infeksiya uje spermatogenezni shu infeksiya tufayli bloklab yuborgan. Va u endi farzandli bo'la olmaydi. Ayoliga ham ayta olmaydi. Chunki o'zidan o'tganini o'zi biladi. Endi fohisha ketdi, tug'ma urug' yo'li yo'q bo'lib qolsa qanaqa bo'ladi? Nima bo'ladi? Yoki genetik faktor bo'lsa nima bo'ladi degan savollar bo'lishi mumkin. Xo'p, tug'ma urug' yo'li yo'q bo'lsa, bu yerda bola bemalol voyaga yetadi, bemalol zo'r o'sadi, tuxumlar yorug' xaltasida bo'ladi. Hamma yo'q jismonan baquvvat, hamma yo'q sog'lom bo'ladi. Lekin tug'ma urug' yo'li rivojlanmagan bo'ladi. Yoki hayot davomida velosipeddan yiqilib yoki to'p tegib yoki bola bilan janjallashib tuxumidan qanday travmani olgan bo'lsa ham shunda urug' yo'li yopilib qolgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu insonlarda 90% holatda urug'lar chiqadi. 90%. Lekin tepki bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin. Hozir aytadi, menda hamma yo'q yaxshi, lekin yoshligimda tepki bo'lganman u deyishingiz mumkin. Tepki bu shu infeksiyaning eng yomon holatlari. Ota-onalar bee'tibor bo'lmaydi, ikki xat xotinga teptirib qo'yadi. Kulgili. Biz o'zimiz ham eshitganmiz, yoshlikda ko'rganmiz. Lekin bu infeksiyani o'sha paytda infeksiyalist bilan to'g'ri baholab, lecheniya qilsa, ushbu inson farzandli bo'ladi. Lekin to'g'ri qilmasa, u ham infeksiya urug' yo'llarini yopib yuboradi. Bunda tuxumda urug'lar chiqishi mumkin yoki chiqmasligi ham mumkin. Tushuntira oldimmi? Aytmoqchimanki, azospermiya, ya'ni bepushtlikda erkak omili ham rol o'ynaydi, faqat ayol omili emas. Keyingi mavzuda, keyingi videoda ayolda nima faktorlar tufayli bola embrion hosil bo'lmasligi, erkak tomonidan nima faktorlar kerakligini aytib yoritib o'taman. Uning uchun hozirroq sahifamga obuna bo'lib, kommentariyada izohlaringizni qoldiring. Qandaydir ma'lumot olgan bo'lsangiz, ya'ni siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa yoki farzand ko'rish ilinjida bo'lgan do'stlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, shu videoni yuborib qo'ying.